هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görüşlər. Mana bu Rasulullah proqramımızın 8-ci sanını görüşünlərdə qızğın qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmələrimiz həmalağı məlum bolğandak biz bu uluq ay başlanğan tuncu gündən başlap bu güzel ayının şarapetidən, pəziltidən bəhrləngəç bizge ən ülgü bolğan, birdən-bir ülgümüz bolğan Rasulümüz, süyümlük peyğəmbərimiz, gözümüzdən nuru bolğan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatını bir kadar tefsiri halette onun ahlakını öğünüp hayatımızı tatbiklaş için başlayan bir programımız. Bugün inşallah Rabbimizin müyesser kılışı bilen 8. sanında turuptumuz. Rabbim inşallah Ramazan rozusundan ibaret bu büyük ibadetini ve başka barlık emellerimizin kubul kılışı bilen birge süymlük peygamberimizin bütün biz kolumuzdan kelgan barlık işlerini hayatımızı özleştiriş bilen nayeti bir isil müminlerden, Müslümanlardan bulup yaşaşqa müyesser kılışını soraş bilen programımızı başlayımız. Bugün yani programımızın daimlik mehmini bolğan Şərq Türkistan Ölümalar Birligi azası, tunulğan davetçi hörmətli ustaz Habibullah Kösani'ni təklif qıldıq. Hörmətli vaxtını çıxırıb kəp bəgəllik üçün aldı bilen köptün köp rahmet ediniz. Sizlərə rahmet. Allah Ramazan'da rozalarını kabul kılsın inşallah. Bütün cemaatimizden. Allah razı olsun. Hepimizdeki kabul kılsın inşallah. Bir vasıta ustaz programına girsek yani degenimizdeki bugünkü programımızın baş teması Resulullah ve mihman. Yani biz qatılık qanaşab bunu bir aslida ras ekran aldı çıqayotgan numara arqali bizden har qanday sualinglar bo'lsa so'ranglar ilgili aldığımızdaki programlarda cevap berishga tirishamiz inşallah. Programni ko'p qarindoshimizdan foydalanish shundan bahralashinglarni umid qilamiz. Hammamizga ma'lum bizmi ham tarixdan men mehmondo'st xalq deb tanilgan bir xalq bizmi. Har bir ishimizda Rasulimizni ulgu etmayotgan Miyaşqı buyurulğan müminler, Müslümanlar bunu sübtimiz bilen. Dinimizde hem bu, hatta biz ilgirki programlarımızı sözüldük, hoşlarının hakkı, oruq tuqqan hakkı. Mihmanğı boğan bu edep ahlakını biz Resulümüzün ögünüş üçün. Bugün biz Resulullah ve mihman degen bu ünvan bilen programımızı başlasak. Peygamber aleyhisselam mihmanğı qandaq muamele qiladi degan müştəqə kirsək. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Amda bu mehmandarçılık bu bir halk dünyanın hem kişilerin hem dünyadaki barlık kişilerin medeniyete bağlı olan bir mesele. Ama İslamımızda bu nahit bir muhim mesele. Bulup mu sil bizdek bir şarait yaşayotgan Uygurlar üçün, bulup mu çetellik Uygurlar üçün nahit muhim bir mesele qatarda hesaplandı. Anda burun qaraydigan bolsak biz ajoyib bir mehmondo'st, ajoyib mehmonni yaxshi ko'radigan, hatto apamning bir so'zi bor, "Bolam mana shu mehmonni ikki farishta qo'ltig'idan yo'lab akilamish" deb apam ashta deb bergan menga. Anda bu mehmondorchilik masalasida ham chet elda deganim, chet elda mush ish suslab ketib bordimdi. Chet elda mush suslab ketib bordi. Biz o'zimizningki kimligini, örf odatini, dinimizni, Uyg'urligimizni saqlab qolish uchun farzandlarimizningki shu Uyg'urligimizni saqlab qolish uchun mehmondorchilikdan bo'lgan bizningki bu Uyg'ur madaniyatini saqlab qolish nihoyat muhim. Endi bu mehmondorchilik bizningki dinimizning bir parchasi, Uyg'urlikning bir parchasi. Şunağa maş uluq Ramazan-ı Kerim münasebetinden Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin meyli mihman bolsun, meyli sahipxan bolsun, qandaq qılatdi bunu bilib olish nayet muhim. Hatta bu vaqtda Qur'on-ı Kerim'de mu nayet muhim tilg'ilingan İbrahim aleyhisselam'dan qandaq bir sahipxan ekanligini tilg'agan. Biz bevosita temaga kiraylik. Endi mushu Rasululloh mehmon qandaq muomala qilatdi degan chaqda meningki o'zimga bir ta'sir qilgan bir ish bor.
Мәш Расулуллahның hayatını оқыған вақытыда Расулуллах tuncu vahiy kelib, Расулуллах naati tamtirab, bu qo'rqab, nemoman kelgan, bir odam keliblam yoqamni tutib o'qadavotdi deb, qo'rqab uy kelib, kirib, men o'zimda ansirab qoldim, menga bir ish bo'ldigan o'xshaydi degan chaqda Xadicha onamizning bergan javobida kalla valloh hargizmu san bir ish bo'lmaydi. Alloh bilan qasam qilay. Sen xush bisharat al. Deb nima uchun sana bir ish bo'lmaydi desa, buning sababini deydi. Alloh seni hargiz rasvo qilmaydi, sana ish bo'lmaydi. Chunki birinchisi innaka latasilur rahma deydi. Birinchisi sen tuqqanlaringga nihoyat yaxshi tuqqandarchilik qilsa. Ikkinchisi gap qilsang rost gap qilsa. Üçüncüsü acizlarga yordam qilsa. To'rtinchisi mehmonlarga nihoyat mehmon do'stsan. Beşincisi sen haq taraf turdigan odam. Shuning uchun sen mumkin emas Allohni rasvo qilmaydi dedi. Men bu o'yladim, Xadicha onamiz ma ishni nadim bilgan. Xadicha onamiz Makka ahli mashhur kitob o'qimaydi. Yani bularda bir samaviy kitob yo'q yoki bir hayotida bir ularning madaniyat aloqador bir kitob o'qimaydigan millat. Xadicha onamiz Xristian emas, Yahud emas. Mushni nadim bildi deb o'yladim-chu. Men bundan bunda xulosa chiqardim. Mush Xadicha onamiz tajribalik ayol edi. Tijorat qilib, sha ko'rib qolgan. Mushundaq ishlarni qilgan odamni tarix xo'rlamaydigan tarixda bundaq odamlar xo'rlanib qolmaydigan, bundaq odamlarni beshiga balo kelmaydigan, bu xildagi odamlarning har xil baloya afatlardan jiroq bo'lganligini mushu hayot tajribasidan eganligan. Chunki rost gap mushu tarixda mushundaq mehmondo'st, tuqquni yaxshi ko'rgan odamlar mush dunyodami aziz bo'ldi, nihoyat izzat obro' bilan yashaydi. Shuning uchun mushundaq bir mehmondo'stlikning mushundaq bir fazilati bor. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bo'lsa mehmondo'stlikni iymonning bir qismi qildi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Allohga qiyomatga iymon etgan odam mehminni nihoyat yaxshi kutib olsin, hurmat qilsin, ya'ni yaxshi kutib olsin deydi. Hamda Rasul akram sallallohu alayhi vasallamdan ayyul islami xayr deb qandoq islom yaxshi debdi, tut'imut ta'am va tubshis salam. Ya'ni islomdagi eng afzal, eng yaxshi ish qaysi deb so'raganda tamoq yegizish deb javob bergan. Ya'ni mehmon chaqirib, mehmon do'st bo'lib, ojiz miskinlarga tamoq beramsa, ish qilib do'stlarini chaqiramsa, mushtaq o'zaro bunda tamoq yeb o'ltirish islomdagi eng afzal amal qatoridan hisoblangan. Hamda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam mushu mehmon do'st odamni insonlarning eng yaxshisi degan. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Ibn Abbas raziyallohu anhu shundaq deydi. Rasul sallallohu alayhi vasallam Tabuk kunisi bir nutq so'zildi deydi. Xutba o'qidi, nutq so'zildi. Nutq so'zlab shundaq bir odamlar borki, ash otni eliblam, otning chilvigirdan tutiblam, Alloh yo'lida jihad qilib başqalarning gap so'zlaridan, ushaq so'zlaridan jiroq bo'lgan ma adam va hem bir adam baki shu chat yezlarda badi deb qo'ydi. Sahrolarda o'zining qo'y bilan yashab, mehmon kasinati, mehmon do'st bo'lib, shu mehmonni ado qilgan odamdan yaxshi odam yo'q. Mujohidlar ikkisini o'xshash qiladi edi. Eng nochadan birisi mujohid, ikkinchisi shu mehmonni yaxshi kutib, mehmonni haqqini bergan deb Rasululloh mehmon do'st odamni insonlarchidagi eng yaxshi inson deb sifatladi dedi. Shuningga masalan tövendeki bir vaqalikni bayon qilsak, Rasulullohning naqadar mehmon do'stligini bila olamiz endi. Hatto Rasululloh mehmon qilish har qanday musulmonning majburiyatidir. Laylatud dayfi haqqun ala kulli muslim. Musulmonni bir kech mehmon qilish har qanday bir musulmonga vojib. Arablar jahiliyatda mana 3 kungacha bir aydan mehmon kelsa hatto kim ismini so'rmaydi-ku. Shuning bir kech kunduz mehmon qilish farz, 3 kun mehmon qilish sunnat. Tamam? Hatto mehmon qilmasa bir sahobalar ekan, ya Rasululloh paloniga boramiz, bizni mehmon qilmaydi desa, haqqingni e'lonla degan. O'zingni qo'sog'ini uyda ash o'sdan bo'lsa ep yesanglar bo'ldi degan.
Hamda masalan Rasulullah Savban Rasulullahning g'ujdori Savban radhiyallohu anhu shundaq deydi. Bizga bir sahrodan bir mehmon keldi deydi. Şan Peygamber Aleyhisselam o'ltirishib, kulishib, paranglashib, u yerdagi musulmonlarning ahvoli qanday, islomga bo'lgan ahvoli qanday, namozni qandaroq degan ekan, voy bak yaxshi bular islomga kirganlikdan, islom bilan tunishganlikdan shunda o'zini baxtli his qildi. Namozga shunda yaxshi yig'ildi degan ekan, Rasululloh nihoyatda chiroyi nurlanib, xo'shalolab ketdi. Ajab gaplashib o'ltirib, shundan toza shu kun tush bo'ldi dedi. Kun tush bo'ldi degan gap tamoq vaqti bo'ldi degan gapda. Tamoq vaqti bo'ldi. Şunu olan Peygamber Aleyhisselam beni mahbi şunu çaqadı deydi. Mehmanға tuyutmay çaqırıp darhal Ayşe ananı qaşıqırıp da mehman badı deydi. Mehman badı deydi. Şunla ben Ayşe anamızın qaşıqırıp mehman balığına xabar qilsam, Allah peygamberini peygamber qilib avatgan Allah bilan qasam ki uyda hech nima yo'q. Hech nima yo'q. Xomum yo'q yani. Hech nima yo'q dedi. Başka ayağına kirip Peygamber Aleyhisselam'dan şu bir ayağının hemmisini yukarsam öyle işlemi yok dedi. Öyle baksana. Ya Allah. Yani bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Deydi bizden bir ay, 2 ay, 3 aygacha ot yıkılmaydı Resulullah öyle ayarlarından bahsediyor diyor. Yani şunu acaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne şu düşenmegenler, bilmegenler oylap baksana. Hazır bir kichkina bir ilqi kenetki başlık o adamның hali qaraslar nima ish qildi bu dünyada. Bir kenet başlık adam özünün nefsi için yeydiğanını, kiydiğanını, minidiğanını, olturduğanını, aşını her xil usullar bilan deydi de bunu niyat muşnun için başlık olmasak nima için başlık olmamız biz dep aşındaqa şu yaşaydı. Resulullah 9, 10, 11 ayağını yukursa peygamberini peygamber qilib avatgan Allah bilan qasam ki öyde sudan başka bir narsa yo'q. Şundan Resulullah qanda qilaman deb gapni uzatib, uni qilib, buni qilib turdi. Ma adam aqlli adam ekan-da, ma saraliq adam. Ya Resulullah, bizningki ahvolimiz shaharlik o'xshamaymiz biz. Biz yezdikilar, unda azroq suv olsa, shuni Allohning bizga bergan cho'ng ne'mat deb bilamiz. Deyishga boshladi-da. Ashta deb turishga shon bilan Rasulullahninki yenidan Rasulullahning bir 3-4 öçküsü varken de. Öçkünün içinde tek abiya yani şu mehmandan burun sığıp içi vargan samra deydiğen bir öçkü varken. Peygamber Aleyhisselam ötkenken samra dep çakasa öçkü asta Peygamber Aleyhisselam kaçak gelken. Peygamber Aleyhisselam sütlüğünü Resulullah'ın. Resulullah şuna onun sütlüğünü yani yılın dep koyumuz o. Yılını şunda sılaplam şu olan sığıp elik mehmanını aşağıla mehman kallık doğrulukta yani vakalik vardı. Demek Resulullah mana şundaq şu derecede yok demey, ba demey, muş derecede mehman qiladi. Bulupmu? Mishadeni muhim bir ish bilan mas'ul bo'lgan javobni tugtayman. Mush yaman kunlarda hech kim mehman qilmasa Rasulullah mehman qildi. Men nima uchun bundayman desa mana chatal hozir. Bizning mol mulkimiz Hatta sahabelarning qashqalqa uyga ansirab ketdi o sahabelar. Bir muncha jamoatni boshlab bana falan mehman o vaqalikim bordi. Mushu yaman kunlarda bir shuni Miqdad ibn al-Aswad radhiyallohu anhu shuna dedi. Men va mening bir do'stim Madinaga keldik dedi. Ochliqdan ko'zimiz ko'migida quloqlarimiz anglamoqdaq darajada och qoldik dedi. Shuni bilan biz uning qashig'a, buning qashig'a berib baqdik dedi. Bizni hech kim mehmon qilmadi. Şunu olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e qashaq qilib, "Ya Rasulullah, biz och qoldik" dedim dedi. Och qoldik, uni qashig'i, buni qashig'i berib baqdik. Hech kim beni mehmon qilmadi debdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizni uyga apadi. Uyda o'g'loq bo'lgandik. Shu o'g'loqdan bizga sut sig'ib berdi. Biz hasaldimi tatliq bu sutni ichib, hasaldimi tatliq etib ketdi. Endi baqarasizlar, mishada hech kim mehmon qilsa Rasulullah mehmon qildi. Bunu nemin düşünümüz degan chaqda vatanda hammamizning puli vati, belvati, hammamiz mehmon do'stdik. Chattalga chiqib hech kim mehmon xo'sh yoqmaydigan bir ahvol yuz beryapti hozircha. Ayollarimizga mehmon xo'sh yoqmaydigan. Hatto bizga mehmon xo'sh yoqmaydigan ana qilsak bo'lmaydi. Bu biz oldinlar biz islom etamiz. Ikkinchi bizning ittifoqimiz, ömlükimiz, uyg'unimizni saqlab qoldigan muhim omillardan bir muhim omil.
Üçüncüsü mümin degan muşdaq ig'ir kunlarni silindi. U vatandik chaqda sil mehmon qilsa men mehmon qilayman, sil 10 ko'y mehmon qilsa men jim ko'ylak mehmon qilalayman. U qoldi. Haqiqiy ish mana hozir vaqt muhim. Shuning uchun ma qarindoshlarimiz mana mehmon do'stlikni bizning bolalarimizga bundaq to'lis oshxona mehmon qilishni o'rganib oldik hamda. Asli ma Uyg'urning urf-odatida uyga akirib barakat degan asli uyda-da. Men bir oxunimning tablig'ida anglab qoldim. Bir uyga bir mehmon qilib chiqassa dedi. Shu uydan ziyonli hasharatlar, ash jin shayatullar, baloy ofatlar mehmon bilan o'xshash chiqdi-da. Agar uyning egisi buning chiqayotganligini ko'rsa, uylarga davomli mehmon keldi deb menda bir oxunim bu payg'ambar sollallohu hadis ekan bu. Aynda davatidi. Bu hadisning o'zini oxunim o'shada tabliq qildi hamda. Ash uydagi havom, davop ashu butun baloy afat, musibatlar mehmon bilan tang chiqdi dedi. Tamam. Shuning uchun bo'libmi men dedim, xo'sh, bizni ham Uyg'urlikni saqlab qolish masalasi. Uyga akilib, bo'salik qashqash chilapchida qulig'i tamoqdan burun bir soni qo'jib, tamoq yeb bo'lgandan keyin bir soni qo'jib, nima topa olsak, haliqi bug'doyning bo'lmasa bug'doy so'zing yo'qmi degandek, shu biz hozir vatanda bizni Xitoylar zo'ravonlik bilan yo'qitib olsa, biz miniyada o'zimizning madaniyati, mehmon do'stlikdan iborat, butun dunyoga Uyg'ur mehmon do'stlar degan bizning nomimiz bor. Alhamdulillah hozirchilik arablar deydi vatanga berib qolganlar Hazrat Sulbek mehmon do'stlar. Mushni texim saqlab qilish. Mushu Ramazonda qarindoshlarimiz bizning bu dastigan so'zlayotgan darslarimiz mushu maqsad mushu. Sen bir musulmon, sen bir Uyg'ur. Bu isil urf-odatingni hargiz unutma. Mushadamda ba'zi shu xiyolim keldi-da hozir. Biz Uyg'ur xalqining hamda tarixda men mehmon do'stligimiz, biz chet elga chiqqandan keyin nurg'un yerni ko'rdik, Turkiyada yashayapmiz. Masalan, Turkiyada normalda birisini mehmon qilishga bir choy bilan mehmon qismi beni ikrom etdi deb cho'qa. Uyga borsa choy yo bir ta ish kuchtal tatliq. Shuning bilan hamda mehmon bo'lib keldik ham normalda. Bizning oilada chaqirishimiz masalan bir muncha odam chaqirsa dasturxonning liqlig'i, tomoqning turlarining xillig'i normalda asli qoida bo'yicha normalda masalan men kunlik turmushimda qanday yashayotgan bo'lsam, shu kuni itildigan tomoqdan mehmon kelsa, unga ozroqlam tomoqni berishga qo'shiblam ko'p etmay biz normalda oylab yillab etmaydigan tomoqni mehmon kelsa bo'lishib etib bir mehmon chaqirsa bizning ayollarimiz 2 kun og'rib qoldi daraja bo'lgandan keyin o'sha Turkiyadagi bir tunilgan bir olimning bir darsini anglab qoldim men qaysi kuni. Bunda mehmon bu yilqi sunnatdagi mehmon chaqirish bu emas. Agar sizning ayoling mehmonni chaqirib olib, yarim kun qochiydigan shib qolib qolsa yoki 2 kun og'rib qoldi shib qolib qolsa, bu sunnat emas u. Sen shu normal hayotingda sen qanday yashayotgan inson bo'lsang, shu yashayotgan o'zingning yeydigan tamoqiga mukallaf qilsang bo'lmaydi. Shu yeyotgan tamoqingga ozroq qo'shib, shu mehmonga tushliq narsani qo'shib hech bir ish o'zgarish olmasa kerak uyda deb shuna deganni anglab qoldim. Bizga selishtirsak biz ba'zida bir oshiritamdoq mehmondoshlikdan. Biz musulmonlar har qanday ishda o'ttiral bo'lishga buyurilgan. Har qanday ishda o'ttiral bo'lishga buyurilgan. Ondan keyin bu ishmo har bir oilaningki saviyasi qarta, ya'ni bu moddiy saviyasi qarta bo'ldi. Hamda bizning qilishga buyurilgan. Mehmon ichida shu tomoqni yaxshi qildi. Isrof qilish xato. Anda bo'lsa, har qanday ish mana mehmondosh. Endi bak o'zimizni zo'rlab bir ish qilib olsak, shuni bir chaqirib, 2 og'rib qilib, undan keyin yo'qolib ketadigan ish chiqadi. Men bu ütimiz hozir payg'ambar alayhisalom bir sahibxon sifatida tunishtiryapmiz. Payg'ambar alayhisalom mehmon bo'lsa qanday qildi? Rasululloh agar meni bir qo'yning paqalchiqini silib chaqasman boratdim. Ayta hadis bor. Kichik bir qo'yning zapamda bir parchag'ini silib chaqasman boratdim degan g'ayratchi. Payg'ambar alayhisalomda bir qashtam qo'yib berganlar bor. Shuning uchun to'g'ri bu oddiy saddiy bo'lish, maqsad yemekda emas degan bir gapimiz bor. To'g'ri shuchu. Mehmonlarmi, mehmonlarga kelsa, nima qo'yib bersa, voy mashallah, alhamdulillah, Alloh rozi bo'lsin deyish kerak. Voy uni qilmabsa, buni qilmabsa, uni qilmabsa desa bu hattoki oddiy qilib qo'yibdi, bizning hurmatimizni qilmadi degan. Ya bu Rasulullohning axloqiga xilop. Rasulullohning axloqiga xilop. Xo'sh, Rasululloh tuyuqsiz mehmon kelsa qanday qiladi? Chaqirilmagan yoki bunday ahvolda qanday qiladi? Hamda mushaqda bir vaqalik bor.
Bir kunsi bu Abu Hurayra radhiyallohu anhu naql qilgan bir hadis sharif bor. Bir kunsi bir mehmon kelib qoldi. Kelib qilib, men bak ya'ni holsizlanib ketdim dedi. Inni majhud dedi. Men qattiq holsizlanib ketdim. Ha, Rasululloh qashiga kelib, men holsiz deb. Am shu qashiga, bu ayolning qashiga admat vaqti hammasi uyda suvdan boshqa narsa yo'q bo'ldi. Ya'ni Rasululloh hayotida 3 vaqt tamoqni 3 kun keyni-keydan qo'suq to'yib baxmagan deydi. Taş esip yurdi, açlıktan qasıq taşınıb qaldıgan. Hatta Ayşe anımızınki ciyani Urva radıyallahu anhu, yani Asma binti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ınki Ayşe anımızınki ağacısı Asma anımızın oğlu Urva radıyallahu anhu şundaqdaydı. O Ayşe bu sılı nime aytdinglar Peygamber Aleyhisselam vaqtida desa, tapalısaq apı unni aytdiq. Qanday aytdinglar desa, aş apını suyunu qujuplam, şunu pişirib aytdiq deganken, o apını mana tasqab yemdinglar desa, Muhammedning ailesi elgahning nimaligini bilmaydi. Yani elgah degan narsani Rasululloh hayotida ko'rib baxmagan deydi. O'ylab baxslar. Oylab mo'risdan is chiqmaydi. Qanday yaşaydı? Yani bir hadiste qanday yaşaydılar ise al-asvadayn. Al-asvadayn, naam. Sulan xoma. Tamam. Mana mush payg'ambarning ümmeti qiya biz. Biz payg'ambarimizdan shunda faxrlanamiz. Shuningga dunyoda boshqa boshliqlarga so'rab baqsizlar. Uyni dunyoda hozir manda xalqi arab dunyosida yoki inqilob bo'ladida uyni aqtusa manchi milliard dollar. Tamnuchusa manchi million dollar. Shunama Rasululloh deydi, Rasululloh o'lib ketgan vaqtida qazdar olib dunyodan ketib qoldi ya. Shuning uchun ma payg'ambarni haqiqiy tunib yetsak, so'ymay amalimiz yo'qmi? Ma payg'ambarni tunigan odam so'ymay qolmaydi. Shuning uchun biz bu payg'ambarimizdan faxrlanamiz. Biz bu payg'ambarning umid bo'lgandan faxrlanamiz. Alloh subhanahu va taolo bu payg'ambarga o'z dargohidan rahmat, mag'firat ato qilsin. Allah o'zi bu payg'ambarga cheksiz durud salomlar bo'lsin. Bu payg'ambarga jonimiz, qonimiz fido bo'lsin. O'ylab baqsizlar. Ayşe anamiz deydi, Muhammedning oilasi uda 2 kun 3 kun to'yib baqqan emas deydi. Mushunda dunyodan yashab, shunda baxtlik, Allohning dinini yetkizib dunyodan ketdi. Mana bu payg'ambar. Xalqan bo'lsa dunyoning eng cho'ng, bütün hatta tog'ni oltinga aylantirib berishni Alloh taklif qilgan. Arablar o'zi keldi ya, Arablar o'zi kelib, sen mana shu din degan gapni vaz kessang, Arablarga podshoh qilayli. Hammamizdan seni boy qilayli. Arabning eng go'zal qizlarini olib berayli. Desin dedi, qo'yilg'i ekan, quyoshni o'ng qo'limga, oyni so'l qo'limga olib bersang, ma aqidamdan, dinimdan vaz kechmayman, ya mushu yo'lda g'alaba qilaman, ya o'lib Allohning oldiga ketaman. Ya shuning uchun mali valid dunyoda payg'ambar dunyo, men bilan dunyoning nima aloqasi? Yani hayot degan shu. Yani Rasululloh pul bormidi, pul bordi. Qanday qildi desa, shu kap bo'g'ich atrofidagi odamlarga ehtiyojlarga taqib. Yani xotirjam undaq bir g'am yo'q. Bizda hozir o'zimiz xashagan pulni tepib, navrimiz xashagan pulni tepib, chavrimizning g'amini qilib yuramiz endi. Endi shuning bilan qanday bo'ldi mehmon kelib qolsa, shunday bir mehmon keldi. Kelib u ayol bu ayolni hech qasdi bu narsa bo'lmagan ekan, masjidga kirib Allah rahmet qilsin, bir mehmon bor, shuni kim mehmon qildi dedi. Rasululloh duo qildi. Allah rahmet qilsin, bir mehmon bor, kim mehmon qildi degan ansarlardan bir sahoba qopib, ya Rasululloh, men mehmon qilay deb u mehmonni uyga olib ketdi. Shuni ayoliga uyda bir narsa bormi debdi. Uyda shu yeydigan, kichik bola yeydigan, asroq bir nimeniki so'qmasi bor ekanda. Ballarning yemekligi var debdi. Bir amal qilib ballarni uxultong dedi. Bir amal qilib ballarni uxultong. Mehmon kirganda chiroqni o'chirib siltib qo'ying. Shundan xuddi ikkimiz yavatgandek bir holatda bir yana bir rol o'ynayli. Deb shundan mehmonga chiroqni o'chirib,
mehmonga ash balaning tamog'ini akilib, ayol ikkisi tamoq yeyotganda bir kayfiyatni to'g'dirib, mushunda qilib bir kun o'tkazdi. Qarab baqsa, ya'ni Rasulullohdan yo'qdi, sahobalardan yo'qdi, mushunda yashab ketgan. Shu sahobalar o'ylab baqsa, ashundaq bir qo'sqim, yigitchik yo'q sahobalar, osh Makkadan bizning jutumizgacha din taqatgan endi. 23 yil jarayonida yo'g'on bir davlatni qurib etgan. Yani bizde iman bo'lsa, g'ayrat bo'lsa, bizde yo'qlik bizga bana sebep bulamaydi endi. Shu ashtaq beribdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam atiginsi falamma asbah dedi. Atiginsi bomdat qolganda bu Jibril Allah burun bu xabarni yetkazib bo'ldi. Allah ma ishkanning qilgan ishidan yoki ajoyib xursand bo'ldi. Qad ajiba deb. Rabbing xursand bo'ldi mashallah yoki kulib ketdi degan rivoyatim bor. Hem bir rivayette qarşılığından külüp gitti, xursand bo'ldi. Xo'sh. Demek yani sahabelarninki mushunda yo'qsizlikda mehmonni qanday qadrlaydigini mishadan chiqib turdi. Xo'sh, mehmondarchilikning adab qoidalari haqida so'z qo'yish to'g'ri kelsa. Hamda mehmondarchilikning adab qoidalaridan birisi chuqum uy kirgan vaqtida yaxshi salom bilan kirish, ikkinchisi mehmonning tamoqqa o'yin qo'ymaslik, uchinchisi uyning hamma yeriga o uyninki masalan ayollarga, bolalarga mundaq paqirab qarab, uyga tafsili qarab mundaq qilmaslik. Bu bek muhim. Ba'zi men mashina ishni uchirdim. Men uyimga mehmon kelib, hatto hamda shu hijobliq, niqobliq ayollar kelib, uyimni rasm tortib, Facebook nimaga chiqirib tashandaq. Bu nedik axloq, nedik adab. Biri uyga kirganda salom bilan kirish, ham ishni chekib kirish, tamam. Ish chekkanda udul turib chekmaymiz, ishni yeni turib chekmaymiz. Chunki udul turib cheksak, eshik ochilsa, biz ko'rishga tegish bo'lmagan narsaga ko'zimiz tushib qolishimiz mumkin. Ondan keyin qo'yib bergan tamoqni yeb, uzoq paranglashib o'ltirmaslik. Chunki mehmondan boshqa ish bo'lishi mumkin. Mushaqta Rasulullohning gap qilsak natija qo'yamdi. Xo'sh. Shuning uchun adab axloqqa rioya qilib bismillah deb yeyish, oldidan yeyish, nima qo'yib bersa shuni yeyish, tamoq o'yin qo'ymaslik, uylarga tapsapsalib qaramaslik, u yerda ko'rgan bilganlarini sirtqa chiqib yaxshi gap bo'lsa deyish, yomon gap bo'lsa demaslik. Ba'zan uy ko'rsak buraydi ekan, uy ko'rsak aniq qildi ekan emas. Sizning vazifang u emas. Degandek. Xo'sh. Hamda Rasululloh sahibxonga qanday muomala qildi? Hamda Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam sahibxonga o'zininki nima qilyapti? Rasululloh har qanday odam chaqasi boradi. Kichik bola chaqasi boradi. Kichik bola. Oddiy tamoqlarga chaqasi boradi. Oddiy tamoq. Bizningki biz suyoqash deb qo'ymizmi? Suyoqash chaqasi boradi. Nayte kamtarlik bilan bizningki umash suyoqashni chaqirsak boradi. Masalan, shuni payg'ambar alayhisalom law du'itu ila kura'in wa law la ajabtu wa law uhdiya ilayya kura'un la qabiltu dedi. Qo'yning taqalchiqi, ya'ni shu biz pochaq deb qo'ymizmi alaqam? Qo'yning pochiqma gushboya emas, ya'ni pochiqi. Qo'yning pochiqiga chaqasa men baratdim, qo'yning pochiqini men bir hadiya qilsa qabul qiladi. Shunda kamtaramdi. Ya'ni o'ylab baqsa Allohning payg'ambari osmonda vahiy tushidi. Musulmonlar degan bir davlatning raisi-ku. Hozir tilasak bir davlatning raisi, bir davlatning mullisi, bir davlatning qo'mondoni, ummatning payg'ambarining davatgan gap ma'vo. Lekin bizga oddiy tuyuldi. Pochiq chaqasi boradi. Biz-chu biz. Shunaba biz azroq bir mansabning, azroq bir yuzi obro'yini egib solib qolsak, qana qilamiz ya? Ya'ni qarindoshlarimiz, bu bir dars, bu bir ibrat. Mana bu bizning payg'ambarimiz. Ya'ni birsimda qo'ynimda pochiqni, utilmagan pochiqni hadiya qilsam men qabul qilaman dedi. Shuning uyimga mashta pochiq sag'anda borsam borma dedi. Mushunda muomala qildi. Rasul ibn Umar radhiyallohu shunday deydi. من عبد الله بن رضي الله عنه دن أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. Bir adam çağırsa beringlar. Deydi,
Hatta deydi muş sahabe Peygamber muşunda deydi. Şunun için bu sahabe toylağa her qanday çaqırsa roz tutib olgan bo'lsin boradi deydi. Mesela nepli roz tutumuz emas mı o? Oy men roz tutib olgandan bugun deb chaqayaga bormaydigan yo'q, chaqayaga boradi. Nepli roz, neplar sunnat o. Ammo chaqayaga berishchi vojib. Shuning uchun roz tutib olsimi, to'ylarga, boshqa nimalarga mush Payg'ambar alayhisolamdan mush hadisga asosan boradi deydi. Bir kunsi Anas radhiyallohu anhu shunday deydi, bir kunsi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan bir 13-12 yoshlik balani qashiq kirdik deydi. O balning endi bir mashinchi vati deydi. Ya'ni chaqib, ya'ni demak ne, ash bola Payg'ambarning mehmonga chaqadi. G'ulam degan cho'qim 12-13 yoshdan kichik. O'ylab baqslar. Shu chaqaganda badoq. Shundan mashinchisi Rasulullohga bir mandaq bir tavoqda, yig'ach tavoqda sarit degan tamoqni qo'yib berdi. Sarit degan gap, ya'ni go'sht, azroq go'sht, go'shtninki sho'rpisi uningga nonni ushaq uvab silib yedigan tamoq. Shuni qo'yib berdi deydi. O'zim yemi deydi. Rasululloh qo'yib berib, o'zining ishini qilyapti deydi. Payg'ambarim qarasam shu tamoqdagi kavini ilg'ab yeyotdi. Shuningdan keyin men kavini bek amroq bo'lib qoldim deb Anas radhiyallohu anhu shunday deydi. Yani ash bal chaqasa bizcho oy bizga alqanda bir bizga mandaq tulpun kelmedi yoki bizga bag'aq tegmedi, bizni uzdimidi, har xil gaplarimiz bor endi. Agar bir 12 yoshlik bolani chaqasi biz o meni ko'zga ilmabdi deb mishada qilmagan qiliqlarimiz qolmaydi. Shuning uchun mana bu Rasululloh. Mana bu Rasululloh. Bizning payg'ambarimiz cho'ng, kichik, tul xotin kim chaqasa shu yerga berib, mehmon bo'lib, yeb, duo qildi payg'ambar alayhisalom. Shu mehmondorchilikning adablaridan shu bergan tamoqqa, uy egasiga xayrlikni duo qilib, yaxshi tilaklarni tilab, endi qaytadi. Ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi savolimiz shu temamizga munosabatlik ekan. Hamda shu mehmonga chaqiruvchi sohibxon kabrosi yoki pasix bo'lsa, bu mayli xizmat ishlayotganlarmi, masalan, ularga uchrashi mumkin normalda. Shularning bir normal bir uyga emas, normal bir mehmon chaqirish va ishlar bo'lsa, bular mehmon chaqirib qolsa qanday qilamiz? Endi Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam kafirni ham mehmonmi qilgan? Kafir mehmon chaqasa mehmon qilmagan. Masalan deganda bu yerda ahli kitobni ko'rsatib. Yo'q, qandalam masalan Payg'ambar alayhisalom ahli kitob mehmon chaqasi bo'lgan. Ammo bir kafir Payg'ambarning qashiga kelsa mehmon qilgan. Hadisda bor. Masalan bir Yahudi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni bir op nom bilan biznikidalik bir mayu bizalik seriq may deymizmi? Seriq may deb seriq mayvati biron chayimizga sepirdigan. Bir Yahudi chaqirib ashni mehmon qilsa Payg'ambar sallam yegan. Endi bunda deganimiz masalan kafir mehmonga chaqasa basaq buludu, lekin chuqum u halol yemeklik bo'lish kerak. Onun ustiga sungan narsani halol haromni qilganda bilmasak yemaymiz. Masalan kafir mehmon qilib bizni halol oshxonaga gapirib mehmon qildi. Andikin bu kafir mandaqcha biz inshaalloh Payg'ambar alayhisalom kafirga qanday muomala qiladi deb bir dars qilishimiz kerak. Ya'ni bir musulmon kafirlar qanday. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo sizlarni dininglarga tajovuz qilmagan, sizlarni jutdan qo'g'lab chiqarmagan kafirlar bilan antabarruhum va tuqsitu ilayhim. Ularga yaxshilik qilishinglarga va ulardan adolat barobar ichida yashashinglarga Alloh cheklamaydi deydi. Bu qanday kafir? Ya'ni bizningki dinimizga daxl tariz qilmagan va bizni jutlarimizdan qo'g'lab chiqarmagan. Ya'ni normal kafir bo'lib qolsa, ular bilan normal yashasak bo'ladi. Normal yashayotgan gap, mehmon ular bizni qishimiz kelsa, mehmon kelsak, ular mehmon chaqasa, basaq bo'ladi. Chunki buningdan boshqa Payg'ambar alayhisalom qo'shnilari kafir, u bu bati berib, masalan, apirib sizlarga xo'mi qo'yib bersa, xo'pi halol. Nima emasmi? Sizlarga apirib mevchu qo'yib bersa, halol. Ammo go'sht binasi qo'yishchi, bu halolmi, harommi? Buni chuqum bilishimiz kerak. Rasulullohning qashiga bir kafir mehmon kelgan. Rasululloh uning qosh yeni bas, yeni yeydi, yeni bas, 4 o'g'loqning sutini ichib bo'ldi-da.
Şundan ki mehman qilib uyga apirib bunga da'vat qildi. Da'vat qilib shuning bilan atisi yeni sut versa aran bir oğlaqning sutini ichib bo'ldi. Voy desa shuni payg'ambar alayhisalom kafir 7 uchayga yeydi, musulmon 1 uchayga yeydi. Ab bugunsi 7 mushrikmi o? O jin mushrikdi. Jin mushrikdi. Shuning uchun mehmon bo'lsa ham bo'ldi, lekin bu normal kafir bo'lish kerak. Ammo bizni yo'q qilib deyotgan, dinimizni dahl qilgan kafir bo'lsa, mehmonlar chiqib ketmasinlar. U yoqsa uni shu bilan uni mehmon qilib, yo'q, u bizning dushmanimiz, maydonimiz bo'lish kerak. Ma'voylik normal. Bizning dinimizga dahl taroz qilmagan, bizni jutumizdan qo'g'lab chiqarmaganlar bilan normal. Am shu jarayonda islomga xilof ishlarni qilsak bo'lmaydi. O mehmon kan deb uning Abu Kafir kan deb qana qilamiz ana bu deb islomga xilof ishlar bilan mehmon qilsak bo'lmaydi. Ulamolarimiz mush buldu degan fatvoni bergan ulamolar shu jarayonda islomga xilof bir ishlar bo'lmaslik kerak. Masalan, ayollar olib qolsa, Xitoyning ayollari olib qolsa, ulardan yolg'iz o'tirib yoki nomahram ba'zi yo'q, Xitoydan chiqarib o'tgan bo'ldik kimyada. Ya'ni kafir hamda. Bizning masalan og'zim kelib qoldi hamda. Masalan, normal kafirlar bilan biz bilan dushmanlashgan kafirni farq etish kerak. Shunga lekin demak bo'ladi hamda. Ular mehmon chaqasa basaq bo'ldi. Ularni bira ish munosabat bilan, masalan biz qo'shnimiz bor ekan, bir kafir qo'shnimiz. Normal uningga o'zimizning mehmon do'stligini, islomning mehmon do'stligini ko'rsatib qo'ysak, ya'ni dinda cheklama yo'q yani. Xo'sh. Ko'p rahmat. Vaqt e'tiborli bo'lgan yana mishat to'xtaydi. Ko'p rahmat etamiz inshaalloh. Qavg'ini yana davom ettiramiz. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib programmamiz bugun mishada oxirlashdi. Inshaalloh yana bir qatnoq programmada ko'rishguncha Rabbim umr basi ko'rishimiz albatta. Sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.